Azxon tiktokerning ayoli eriga mashina sovg'a qildi. Xudo bizga ham shunaqa xotin nasib qilsin, mana shunaqa mashina olib beradigan. Turmush o'rtog'i tomonidan qimmatbaho avtomobil sovg'a qilingani nafaqat kutilmagan, balki juda ta'sirli holat bo'ldi. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim, shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Xumo Uzkartga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Eng qiziq tomoni, Azxonning o'zi ham mashinaning qaysi model ekanligini hattoki bilmagan. Qanaqa mashina bo'ldi deb o'ylaysan? Qanaqa mashina? Mashinani ko'rishi bilan bolalardek quvonib ketdi. Ko'zidagi quvonch yoshlari esa bu sovg'a naqadar qadrli ekanligini yaqqol ko'rsata oldi. Bu quvonchli voqea nafaqat oila davrasida, balki mahalla kuyi ham ushbu holatni nishonladi. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Aytgancha, Azxon tiktokerning mashinasi qaysi rusumda? Amma, bakang! Onasini chiqarib yuboringlar, kelinglar. Yo'qchilikdan shu darajaga yetganlar. Hammadan yuradi. Shunda eng katta birbiri shu bo'ldi. Hammadan yuradi. Mana eshitdi. Azxon mashina bilan dedi. O'sha kunlar ayoli niyat qildi. Men guvohman. Hamma harakatiga guvohman. Mana bu bilmasdi mashina qanaqasini kelishdi. Salonga bordik, mana 3 kunlab qolib, mana 3 kunlik mehnat. Lekin men qoyil qoldim. Haqiqiy ya'ni bir Ko'chayiniga bir anaqasi bor, lekin uncha-munchasiga bir rahmat, respekt, Madina gap yo'q. Mening efirdagilar ham bitta ko'rsatib qarab tursin. Agar 100 so'm mana yangi mashina. Mana olsa ikkita. Xudo bizga ham shunaqa xotin nasib qilsin, mana shunaqa mashina olib beradigan. Hozirgilar faqat pul berasizmi deydi. Mana haqiqiy ayol qana bular. Eriga mana bunday mashina mindirib qo'ydi. Ilohim yer yuzidagi jamiki erkaklarga mana shunaqa ayol nasib qilsin. Mana mashinalar olib beradigan. Azdoga mashinasi kelyapti. Qani ko'raylikchi qanaqa mashina ekan. Qarang. Sovg'a raqami qo'yasizlar. Albatta sovg'ani qilib yurmaydi. Otanim bir narsa menga Qanaqa mashina bo'ldi deb o'ylaysan? Qanaqa mashina? Men Toshli Ferrari deb o'ylayman. Hozir. Va u kuni xotini 1 milliard pulingiz bor dedi-yu, o'shanga qarab hisoblaysiz. Mana mashina. Olha,